Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun kofeni sevadiganlar uchun kofe musli tort tayyorlashni birgalikda o'rganamiz. Quruq idishimizga 7 ta tuxumni chaqib, 165 gramm shakarni solib, oppoq pisht massa bo'lguncha ko'pirtiramiz. 5 osh qoshiq salat yog'imizni solib, bir aralashtirib qo'yamiz. Endi esa alohida idishimizga quruq masalliqlarimizni aralashtiramiz. 210 gramm un, 35 gramm kakao, 1 osh qoshiq razriqli tel solib, aralashtirib, keyin tuxumli massamiz ustiga solib, asta-sekinlik bilan lopata yordamida aralashtiramiz. Shu jarayonida iloji boricha asta-sekin aralashtirasiz. Men videoni tezlashtirib qo'yganman, lekin juda sekin aralashtirganman. Ehtiyot bo'lib, tuxumni cho'kib qolmasligi uchun asta-sekin aralashtiramiz. Bu arada duxovkamiz qizitib qo'yilgan bo'lishi kerak. Endi buni 22 diametrli qolipga solib, pechkaga yuboramiz. Mana chiroyli bo'lib yaltirab pishib chiqdi. Ishlarini ko'rishingiz mumkin. Judayam yumshoq, mazali biskvit bo'ladi. Tortimizga muz kremni quyishimiz uchun chetlariga plyonka qo'yib, qolip kiygizib tayyorlab olamiz. Endi esa muz kremimizni tayyorlaymiz. 70 gramm suvga 10 gramm kofeni solamiz va gazga qo'yib bir qaynatib olamiz. Issiqligida 100 gramm shokoladimizni solamiz, молочный shokolad va ozgina qo'yamiz va aralashtiramiz. Shunaqa ozgina turgandan keyin erib ketadi. Endi bunga 50 gramm blum jelatin solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lib erib ketguncha 500 gramm qaymog'imizga 100 gramm squshonni молоко solamiz va qo'limizda aralashtiramiz venchik yordamida. Bir xil massa bo'lguncha aralashtirib, ustidan kofeli massamizni solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Muzimiz shu bilan tayyor bo'ladi. Bu muz krem bo'lgani uchun jelatin solinganini hisobiga krem tez qotib qoladi. Shuning uchun qo'limizda tez-tez aralashtirib, biskvit ustiga quyamiz. Biskvitimizni propitka qilib, kremimizning yarmini quyamiz va ikkinchi qavat biskvitni qo'yib, yana yarmini quyib olamiz va tortimizni muzlatgichga qo'yamiz. Endi esa ustidagi glazurini tayyorlaymiz. 18 gramm muzdek suvga 3 gramm jelatinni bo'ktirib, chetga olib qo'yamiz. 200 gramm vareniy молокоga 25 gramm margarinimizni solib, gazga qo'yib, margarinni erib ketguncha yaxshilab aralashtirib turamiz. Margarin erigach, gazdan olib, ivitib qo'ygan jelatinimizni issiqligida solamiz, erib ketguncha aralashtiramiz va tortimiz ustidan quyamiz. Endi esa tortimizni men kechqurun tayyorlagandim. Tortimizni ertalabgacha muzxonaga qo'yib oldim. Ertalab kesdim. Kofeni sevadiganlar uchun judayam ajoyib, yeganda kofeni ta'mi kelib turadigan tort bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, izoh qoldirib, layk bosib, obuna bo'lib ketishni unutmang. Ko'rishguncha xayr!